Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Biz 6-dekabr 2025-yil tashqarimizda yupillab qor yog'ib qo'ydi. Hamma yoq qor yotibdi. Cho'ng'alay rayonidamiz, Jekendi ayilda. Bu yerga qilib bergan ishlarimiz Divijo bilan Ates Aver blogini o'rnatib berganmiz. Svet o'chganda o'chadi, svet yonganda yonadi. Samoto'kka bir radiator, pol avtomati biterimdan Qirg'izistonlik katolikan qo'yib berganmiz. Sistemamiz zakretniy sistema bo'lgan. Atapleniya uy isitish tizimimiz 220 metr kvadrat. Hop, padachamiz temir turba bilan o'tkazyapmiz, girbiyonka qilib. Obratchamiz ham xuddi shu tuzayildi. Ekosunniy bollerimiz ham tent yozgi kunida, qishki kunida katolik ulab qo'yiladi, 900 dan ekonomika bo'ladi. Hop, bu yerga keyin qilib berganmiz, resirkulyatsiya qilib berganmiz. Ichida 60 gradus issiq suv bor. Shu semestrda resirkulyatsiya plyus tomoni bitta дополнительный oshiqcha расход endi turba ketadi. Просто suvni ochgan mahali semestrdan sразу issiq suv tushadi. Hop, отоплениеga расширительный бачогimiz, дополнительный yo'mkisimiz, motorchik, sirkulyatsiyaga hop separator, dishli motorlar qo'yib berganmiz. Отоплениyaning o'ziga EPA firmasidan, O'zbekistondan chiqqan. Bu yerda ko'p narsa. EPA firmasidan chastotli nasosimiz to'plab oldi o'ziga. Havoda radiator o'chgan mahal ham to'plab olib usha berib turadi. Trexodovoymizga alohida bundan bosib qo'yib ketasizlar, chiroyli qilib, go'zal qilib. Hop, motorimiz, расходный suvlarimiz, qaysi suv qayoqqa ketayotgani, qaysi turba qayoqqa ketayotgani o'sha markirovkalarda yozib qo'yganmiz. Shunga ham bitta ondan bosib qo'yib ketasizlar. Hop, дополнительный yo'mkisimiz, rashbakamiz 80 talik, kichikroq qo'ydik. Beldan keyin ulab ketishga дополнительный точкаlar tashlab qo'yganmiz. Orqa tomonga olasi beldan keyin ham prachniy kirxona, kirish zonasi qilib beramiz. Gruppa безопасность qo'yilishi kerak. Bu o'zi aslida katyolni eng asosiy nima desa bo'ladi, yuragi desa ham bo'laveradi. Bu chunki dalini ko'rsatib turish kerak, havo chiqib turishi kerak. Ancha-muncha yig'ilgan bu yerdan предохранительный клапан deb qo'yadi. Gruppa безопасность deb bo'laman. Shu uchalasi zakretniy sistemaga обязательно qo'yilishi kerak. Ko'pchilik mana shu yerga kran qo'yib qo'yadi, kranlik. U yosh bola bekitib qo'ysa ishlamay qoladi. Bez kranliksiz qo'yish kerak o'zi buni kitobida. Gruppa безопасностьimiz как положено kranliksiz tushishi kerak.